Olmali holva haqida hech eshitganmisiz? Bugun biz siz bilan birgalikda tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 2 dona novvot, 1 dona olma, sut va un. Birinchi bo'lib idishimizga sutni solib qaynatamiz va ichiga novvotlarimizni solib olamiz. Olmalarimiz ko'rsatilgandek kichkina qilib to'g'rab, maydalagichga solib maydalab olamiz. Keyingi bosqichda qozonimizga yog'ni solamiz. Yog'imiz qizigandan so'ng olmalarimizni solib qovurib olamiz. Tillarang tusga kirgandan keyin sekin-sekinlik bilan unni qo'shib birgalikda qovuramiz. Xuddi shu konsistensiyaga kelgandan keyin sutimizni qo'shib doimiy ravishda aralashtirib turamiz, chunki tagiga olib qolishi mumkin. Sutni 2 bo'lib qo'shamiz. Ko'rsatib o'tilganidek quyuq holga kelgandan keyin tarelkalarga suzib, o'zimiz xohlagandek bezatamiz. Men yong'oq va karkade bilan bezatdim. Agar retsept sizga yoqqan bo'lsa, yurakchan qizartirib qo'yish esingizdan chiqmasin. Retsept haqida fikrlaringiz bo'lsa, albatta kommentda yozib qoldiring. Salomat bo'ling.